Assalamu alaykum, hörmətli ekran aldidagi Anlamaydı. görürmənlər Yolda. həm Yok. qadrli Böyle boğanda başlaydı. izləyicilər, mülahiza Hazır kantan bu qatnaşqıcılar, atıdı. bugünkü muşu Oturan proqramımıza yerden xoş gəldinglar. Həmmələrin muşu vaxt xeyirlik bolsun. çıkıp Mən muş Uyğur Ruhi Sağlamlıq Təşəbbüsü orqanıga anlamaydı o. vəkalatam. Muşu bugünkü Anlamaydı. qayg'uni kuchga aylantirish, Uyg'ur ayollari uchun yoganing shifoliq roli degan mushu muloyizaga hammanglarning qatnashganliginglarga, yana qatnashayotganliginglarni cho'nqur chin dilimdan qarshi olaman. Hammanglarga ko'pdan ko'p Sizge rahmat. de bir nima yazdı o değil mi? Rahmet Aynen. sizga. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Endi Görünmedi. bugun bu programmani bu mushu muloyizani deyishdan burun bir so'zni qistirib qo'yay deb aytmoqchim to'g'ri ko'rdim. Nima uchun degan vaqtda o'zinglar bilgandek mushu Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusi organi biz shunga o'xshash to'r muloyizlarni o'tkazishdan boshqa biz ommaviy faoliyatlarni ham undan boshqa nurg'un o'sha Uyg'urlarning bo'lib muhojiratga musofirchilikda yashayotgan Uyg'urlarning ruhiy sog'lomligini qo'llaydigan har xil tarafdagi faoliyatlarni maslahat berish, ya'ni yordam qilish, ruhiy sog'lomlikni asliga keltirish degandek shu masalalar haqidagi nurg'un yordamlarni qilamiz. Buning ichida biz buningdan burun xuddi shunga o'xshash muloyizalarni o'tkazgan. U muloyizalar birinchisi masalan e'tiqodning, ya'ni mushu diniy e'tiqodniki mushu ruhiy sog'lomlikdagi roli. Uningdan sirt o'tganda mushu Ramazon oyida yana shunday bir faoliyat o'tkazdik. Uningdama mushu ro'za tutishningki, yana Ramazon tutishdan mayli namoz o'qish olsun, ro'za tutish olsun, Qur'on o'qish olsun va yoki boshqa dinlarga e'tiqod qiladigan diniy qarindoshlarimizning boshqa dinlar tarafdagi muqaddas kitoblar bo'lsin. Demak, umuman aytgan vaqtda mushu diniy e'tiqodningmi, mushu diniy faoliyatlarningmi bizning mushu ruhiy sog'lomligimizni yaxshilashda, ruhiy sog'lomligimizni o'zimizning jo'shqinligini ko'tarishda qandaq muhim rollari bor haqida so'zlashgan edik. Endi bugungi mushu programmamiz, ya'ni bugungi suhbat programmamiz maxsus yoganing, ya'ni mushu muzikalik tantarbiya demdik. Endi bizning jinimiz aytgan vaqtda shu muzika bilan shu yoganiki mushu Uyg'ur xonim qizlarga bo'lgan qandaq yordamining borligi, yana bu yardım bo'lganda mayli bizning ruhiy tarafdan bo'lsin, jismoniy tarafdan bo'lsin, faqat jismoniy tarafdan bir tantarbiyalar emas. Amaliyotda bu yoga nomi bilan yig'ilgan bu sinfniki, yana bu shu klassniki bizning Uyg'ur ayollarni hem ruhiy tarafdan, hem jismoniy tarafdan, hem shundoqla u shu maydonning, shu sinfniki bizga nisbatan aytgan vaqtda bir ijtimoiy yig'ilish joyi bo'lganligi, bu onalarning, yosh qizlarning, bolalarimizning o'zaro bir-birisi bilan suhbatlashadigan, o'zaro bir-birisiga hol so'rashadigan, qilgan etgan ishlari oilada bo'lsin, mayli xizmatlarda bo'lsin, ba'zi bir ehtiyojli narsa bo'lsa o'zaro bir-birisi bilan fikr almashtiradigan, shundoq bir so'rin aylangan, bir ma'naviy bir so'rin bo'lib qoldi. Chunki men shaxsan o'zimmi bu klassga, ya'ni bu sinfga garchi bir ikki qitim qatnashdim. Ko'p qatnashaolmagan bo'lsam qatnashdim, ammo uningki bir muhimligini his qilgan edim. Uningdan boshqa bizningki uzun vaqtdan beri Xitoyning besimi zulmi tufaylidan nurg'un ruhiy azoblarga duchor bo'lgan nima jazo lageri shohidlarimiz qatnashgan, masalan Tursunoy Ziyoddin, Mehrigul Tursunga o'xshash. Demakki, endi yig'ib aytgan vaqtda bu bizning mushu Virginiyada, bu mushu Uyg'ur madaniyat markazida, mushu Uyg'ur markazida ilib berilayotgan bu yoga darsligininki Uyg'ur ayollarga qandaq bir ruhiy tarafdan foydani kelyapti, ya'ni ruhiy madad beryapti. Uningdan sirt bizni qandaq bir-birimiz bilan bog'layapti. Biz uningdan sirt ya'ni bizni qandaq bir kuchlantiryapti bunday aytgan vaqtda, bizning ruhiy sog'lomligimiz orqali biz qanday bir kuchlanyapmiz yoki ilhom olyapmiz. Mushu haqdagi muloyizani bugun bizning muhtaram so'z beruvchilarimiz, ya'ni muloyiza qatnashuvchilarimiz dal shu sinfninki o'qituvchisi Nargiza xonim, Qozog'istondan kelgan qarindishimiz. Uningdan boshqa mushu sinfga aktiv qatnashayotgan, garchi o'zi faqat mushu yerdagi jamoatchilikning xizmatini, ya'ni maktabni yurgizish bilan emas, mushu sinfga aktiv bir a'zo sifatida qatnashgan Surayya Qashqari xonim, ikki muhtaram suhbatchimiz bugungi mushu muloyiza qatnashib turibdi. Men endi o'zimizning naq suhbatimizga o'tishdan burun mush Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusi degan bu organ zodi nima qiladigan organ, mushundaq faoliyatlarni boshqa nima ish qiladi degan haqida shu Uyg'ur xalqimizga, bo'lib muhojiratga qarindoshlarimizga ozroq deb qo'ygim keldi.
Albatta, mana o'zinglar ko'rib turgandek, hurmatli ko'rurmanlar, mushunda mulohizlardan boshqa, yana Abay deb o'tgandek, nurg'unlagan shu bizning Uyg'urlarning ruhiy sog'lomligi, o'zimizni ching tutib turishimiz, azobdan, qirg'inchiliklarga uchrasakmi, oilaviy ayrilishlarga uchrab, shuningki besimlarga yo'liqayotgan bo'lsakmi, bunday aytganda biz bevosita emas, vositali holda qirg'inchilikning ta'siriga uchrayotgan bo'lsakmi, qanday o'zimizni sog'lom tutib, bu kurashni davom qilamiz degan masala haqida mushu Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusi organi o'zininki rolini alayida o'ynaydi. Masalan, buningda birinchisi bu organ mushta faoliyatlarni o'tkazishdan, muloyizdan boshqa Uyg'urlarga, ya'ni mushu muhojiratga Uyg'urlar agar psixologlarga ehtiyoji bo'lsa, bekorliq, ya'ni hech qanday haq olmay, psixologlar bilan bog'lab turadigan shunday mulozimatimiz bor. Bundan sirt jamoat faoliyatlarini o'tkazish, ya'ni ko'p turdagi mulohizlarni o'tkazish, ya'ni tor mulohizani o'tkazadigan shunday bir faoliyatlarimiz bor. Bu mulohiza degan vaqtda har xil temada bo'ldi. Har xil temada agar ko'rurmanlar mumkin bo'lsa, shu Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusi degan tor betga kirsanglar, Uyg'ur Wellness Initiative inglizchasi, shu tor betga kirsanglar bizning nurg'unlagan faoliyatlarimiz, nurg'unlagan nima ish qilganligimiz, qanday xalqimiz uchun xizmat qilganligimiz haqidagi to'liq uchurlar bor. Har biringlarni shu tor betlarni ziyorat qilishinglarni tavsiya qilaman. Undan sirt, o'sha Uyg'urlarniki ruhiy sog'lomlik munosabatlik nurg'un materiallarni ta'minlab bera olamiz. Qanday qilib biz o'zimizniki ruhiy tarafdan sog'lom bo'lish, bir-birimizga bog'lashish va yoki qanday qilib o'zimizni kuchlantirish, mushu haqida nurg'un materiallar bor. Shu materiallar bilan ta'minlaymiz. Xo'sh, undaq bo'lsa, endi Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusi haqida shunchaki so'zlaylik. Endi eng yaxshisi, chunki bugun ba'zi bir texnik sabablar bilan ozroq kechikdik. Shuning o'zimizning bugungi suhbatimizga qaytib kelaylik. Bugungi suhbatimiz qaytib kelsak, oldi bilan bizning ikki muhtaram mulohizachimizni sizlarga tanishtirib o'tay. Birinchisi Nargiza, boya qisqacha deb o'tgandek, Nargiza mushu yoga klassining, ya'ni mushu muzikalik tantarbiya sinfninki o'qituvchisi. Nayda o'zining butun diqqatini, butun astoydillik bilan mushu klassni yurgizayotgan o'qituvchi. Uningdan boshqa boya deb o'tgandek Suraya Qashqari xonim, mushu jamoatning ishi, ya'ni maktab, mushu jamoatning ishidan boshqa, ya'ni mushu sinfga o'zi bevosita qatnashayotgan bir qatnashayotgan xonimimizda, endi mushu qanday klassning qanday bo'layotganligini. Shuning uchun bugun bu yerda har ikki tarafdan birisi o'qituvchining zodi nima uchun mushu klassni boshladi, buningki mushu sinfni mang'izishdan nimalarni kutar, ya'ni xalqimiz qanday yordam bera oladi, ya'ni bo'lib Uyg'ur ayollarga degan bu haqdagi ba'zi bir mulohizlarni anglasak, Suraya xonimdan mushu sinfga bevosita qatnashuvchi, ya'ni davomli qatnashayotgan bir o'quvchi sifatida bu harakatning yoki mushu yoganing, mushu tantarbiyaning, mushu yig'ilishning, mushu jamoatchilikning qanday bir foydasi bo'lyapti degan haqida mulohazaga o'tamiz. Qani amsi suhbatimizni boshlaylik. Oldi bilan savolni men Nargiza xonimdan boshlay. Nargiza xonim, ko'pdan ko'p rahmat, yana bir qatim sizning vaqtingizni chiqarib bugun biz bilan suhbatni elib berayotganingizga. Mening savolim, siz mushu darsni qachon boshladingiz? Ya'ni mushu yoga darsini qachon boshladinglar? Endi mushu boshlashga, ya'ni sizni mushu sinfni boshlashga nima turtki bo'ldi? Sizga nima ilhom berdi? Nima sizni mushu sinfni bir qilay deydigan nadab? Nimadan mushu sinfni boshlashga o'zingiz bunda qiziqdingiz? Qani, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmat. Men Qozog'istondan bo'lman, Olmaotadan, Sultonqo'rg'on mahallasidan. Kichik vaqtidan qiziqib qaragandim usulchi qizlarga. 14 yoshimda Uyg'ur maktabiga, 101-Uyg'ur maktabiga qo'shildim. Usul darsini topib, o'zim qatnashdim. Shu maktabda bo'lib, o'ynab, qarab, cho'ng bo'lgandik. Shu keyin o'qishga qabul bo'lgandim. Shu usul ya yoga darslarimni o'zim bo'yicha, umr bo'yicha yaqin tutyapman. Shu mesha kelib, endi o'yladim. O'zimga bir yenikchilikni topmasam bo'lmaydi. Ig'irchiliklari bor har bir ko'chgan yerda. Поэтому yenik bo'lganga uchun Uyg'ur maktabiga ana kar degan qatnashdim.
Suriyadagi Rahmat degan maktab bor uchun men qo'llayman. Qizlarni yig'ib, tang o'n bo'lib, bir-birsiga yordamchi bo'lib qatnashaylik deb o'yladim. Уже bir yildek, уже boshlagandek bo'ldi. Rahmat Nargiza. Demakki sizni mushu bu klassni boshlig'ining sababi, ya'ni mushu bizniki muhojiratdagi xalqimiz, mushu Uyg'ur markazidan boshlangan mushu bir faoliyat sifatida, ya'ni mushu muhojiratdagi bu Uyg'ur ayollarga bir yordam bo'lamdiki degan shunday bir umidda, shunday niyatda o'zingiz hayotingiz bo'yi o'rgangan yoga, san'at mushu nimangizni to'pingizni qo'shay deb shunday o'ylabsiz, shundaymi? Shundoq, 100% shundoq. O'zim bilgichi qo'lga kelgan narsalarni bo'lishay degandim. O'zimizni Uyg'ur qizlarni tepib, ayollarni tepib, bilgan narsalarni bo'lishib, o'zini hayotni yaxshi umr sursin deb keldimda. Açtım. Rahmat, ko'p rahmat. Surayya xonim, siz mushu Nargiza boshlatgan mushu yoga sinfiga davomli kelayotgan bir o'quvchi, o'zingiz bir o'quvchi, Uyg'ur ayol sifatingiz bunday aytganda, Uyg'ur ayol sifatingiz bilan endi sizni mushu birinchi qitim mushu dars kelishga turtki bo'lgan narsa nima? Assalomu alaykum, barliq to'g'ridagi qarindoshlar, ham Zubayra, Alfidar, ham Shuruy sog'lomlik idorasiga bizni mushu mazmun to'g'riliq ziyorat qilganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Men Uyg'ur ana til maktab, Amerikaning Virginiyadagi Fairfaxdagi Uyg'ur ana til maktabining qurg'uvchisi Surayya. Men maktabni qurganim 10 yil bo'ldi. Mushu jarayonda meni bu maktabga bizning Misharda yashayotgan Uyg'urlar, Amerikalik Uyg'urlar, boshqa millatlardan boshqa, yana Qozog'istondagi Uyg'urlarmi mushu maktabni izlab kelib, mushu maktabga bolalarni akayotgan. Mushu jumladan mushu Nargiza o'zining qizini Uyg'ur maktabga akagan vaqtida men tanishdim. Bu noiti izchil akab bolasiga Uyg'ur tilini texim davomlashtirishga nim qildi, davomlashtirdi. Shu jarayonda biz bu ikkimiz so'zlashib, bu Nargizaninki o'zining mushundaq kichigidan tortib tarbiyalangan ham Uyg'ur usuli, ham Yevropa ninki Arabikdan sinema o'rganganligi, mushu to'g'riliq nemisini uqdim. Mushunchalik kasbining borligini. Shuning bilan ikkimiz maslahatlashib, bizning hozirgi Uyg'ur ayollarimiz maktabga kelib, nayti japa tatvatdi, nayti dardlari jiq, maktab vatanda bo'lgan ishlar to'g'riliq. Shuning bilan bu qizmi mushuni tushunib yetib, mushu intayin foydali bir tantarbiya turi muzika orqali mushu kishilarning ruhiy holatini yaxshilaydigan, o'zini boshqalar bilan bir yerga akilalaydigan shunday yaxshi bir fursatning borligini degandan bu nihoyat yaxshi fursatkan. O'zimizning tava yer bor, maktabning yo'g'on cho'ng zali bor. Undan keyin bu yerda kelayotgan xonimlar shunday ko'p. Unda bo'lsa buni boshlaylik deb, shu Nargiza buni boshlash qaror qildi. Men qo'limdan kelgan narsani yoritib berdim. Shuning bilan birinchi o'quvchisi men bo'ldim. Çünkü ben daim bu yerda bo'lganligim uchun bu maydonga birinchi qitim qatnashib dedimki, bu intan yaxshi bir foydaliq, yaxshi bir harakat turgan muzika orqali bütün badanlarimizni harakatga keltirib, shu beshimiz, bo'ynimiz, og'izlarimiz, hatto mo'rilarimiz, tizlarimiz degandek nihoyat yaxshi bizdek bir jafoliq ishlayotgan ayollar uchun nihoyat yaxshi bo'libmi kompyuterda ishlagan xonim qizlar uchun intayin foydali deb shuningdan tatib qatnashayotgan men haqiqatan foydasini ko'rdim. Shuning uchun bugun o'zimninki mushu nimaga qatnashganimni to'g'riliq so'zlab berishni intayin xohladim. Rahmat. Ko'p rahmat Surayya xonim. Demak, sizning mushu sinf qatnashingizni turtki bo'lgan narsa bizning mushu Uyg'urlar hayotidagi aldirashchilik, besim, har qaysi taraflardagi. Ondan keyin o'zimizniki bo'libmi, biz Uyg'ur ayollari, Uyg'ur onalar bo'libmi, har vaqtda biz shu ish deb o'zimizni unutib qolamiz. Demakki, sizning bundaq mening tushunishimcha, o'zimizga ayirgan bir vaqt sifatida, ya'ni o'zimizning bir ruhiy tarafni o'zimizga bir qarayli degan narsani niyat qilgandek shu narsa turtki bo'libdi. Bu nihoyat bir yaxshi ish. Chunki inson o'z sog'lom bo'lsa, boshqalarga sog'lomlik tarafdan foydasi tegmaydi. Ko'p rahmat.
Endi Nargiza xonim sizga yana qaytib kelaylik. Sizcha mushu yoga darsininki, yana mushu muzikalik tantarbiya mushu darsininki bizdagi hozirgi stresslar, yana mushu besimlar bak ko'p endi. Mushu stresslarni, yana mushu Uyg'urlardagi besimlarni, mushu stresslarni yo'qotishda, ya'ni bizdagi mushu o'zimizda qayg'u, alamlarni bir kuchga yoki bir pozitiv bir narsaga, ya'ni bir bizga bir yordamlik bir narsaga aylantirish uchun sizcha qanday foydasi bor? Bu dərisdən cıq paydası var. Stressdən, ağırçılıqdan yaxşı tərəfə alındırdı. Bu nagruzka degan ağırçılıq görüb ömürdə vaxtımız özümüzge bilməyimiz. 2 saat, 2 gün haftada 2 saatlik vaqt özümüzge tanışa bilib qısaq, bək mühim boldu, paydalıq boldu, hatırcanlıq kildi, ənsizçilik az boldu. Cıq paydası var dərisdən qızlağa. Oylayman. Özüm şu yoldan ötken, özüm bilvatime közge qızlağa qarab, özüm şunu düşünüp görüvatime cıq paydalık ekildi. Mesela siz jıq paydalıq degan vaqtda demak, əşədə bo'lgan o'sha harakat qilasizlar albatta. Hareketlerden, boynumuzda hamma narsadan payda bo'ldi. Dam ilish, erkak qilish, stretching qilish, sakirmiz ichida, yugurimiz, bir-birisi bilan bo'lishimiz, siz bilan vaqtimizni bo'lib, yaxshi xotirjam vaqtimiz o'tib, jiq paydo keldi-da. Shu stress qilayıq. Stress ketidi, kelinglar. Demak, shu harakatlar qilish orqali butun bizning mingimiz, o'zimizning ruhiyati, hamma narsamiz shu harakatlarga markazlashadi-da, bir damlik bo'lsa, bir vaqtlik bo'lsa, hayotimizdagi boshqa g'am qayg'ularni unutamiz. Shuning uchun g'am qayg'u bunday vaqtda kuchga aylanadi. Shunday demoqchimisiz? Iya. Rahmat. Ashtaqlı bo'ldi. Bunun kelganda bunaqa qilamiz savolimiz Süreyya xonimga, ya'ni siz bir qatnashuvchi sifatida bu dars masalan shaxsan sizning shu ruhiy sog'lomligingiz yoki hissiy sog'lomligingiz shu tarafga qanday ta'sir ko'rsatdi, qanday foydasi bo'ldi siz uchun, shaxsan sizningki? Men uchun endi men bir aldirash o'tadigan bir ayol. Vaqtimni chiqaramayman. Odatda biz ba'zi shu Amerikadagi jimlarga boramiz. O jimga men necha qitim pul to'lab onunla membership bo'lib, a'zo bo'lib qilgan taqdirdami vaqt chiqaramadim. Ammo buning vaqti birinchisi vaqti bak qulaylik menga bo'ldi, chunki tushdan keyin soat 7 dan 9 gacha boshlagan 2 soat boshlagan. U birisi intayin yaxshi undan keldi. Ikkinchisi meningmi o'zim yosh cho'ngaygan sari birdam tizim, birdam bilim, birdam qo'llarim og'riydigan ishlar bo'lgan. Bu maktab sinfga qatnashgandan keyin men o'sha taraflardan nihoyatda harakat bo'ldi. Harakat bo'lganisi o'zim ko'rdimki, bu shundoq yeniklab qoldim. Uyga borgandan keyin intayin yaxshi uxlayman. Bu muzika bilan harakatni tang qilib, butun badanni harakatlantirgandan keyin bu ish bek yaxshi bo'ldi ekan. Shuning uchun men buda qachon yana bir qitim dars keladi degandek umid qilardim. Bu tarafdan fizikalik jihatdan endi mushtaq foydasi bo'ldi. Onundan başqa endi ma'naviy jihatdan bo'lsa, o'zim nurg'un men bilan tang qatnashgan yana 10 necha ayollar keldi. Har xil boshqa millatlardan keldi, ruslardan keldi, qozoqlardan keldi. Uyg'urlar ayollarimiz shu aktivizmlar qatnashgan ayollarmi kelgandan keyin biz bu yerda harakatni qilib, muzikalik harakatlarni toz yaxshi yerib, talab toz charchagandan keyin eng oxirida noytiylik odamga bir xil rahat beradigan muzika bilan o'zimizning shu tiniqlarni nafas ilishimiz, nafasni chiqarishimiz, qanday qilgan chaqda shunday qo'saqlarning harakatlari, putning harakatlarini qilgandan keyin bu birlashib ma'naviy jihatdan shunday xo'shallik qilib keldi. Shu kuni borgan chaqda g'am qayg'u yo'q, intayin rahat holda uxlay oladigan bo'ldim. Shuning uchun men bu sinfni intayin yaxshi ko'rdim.
Rahmat. Rahmat Süreyya xanım. Nihoyatda bir muhim narsani dedingiz. Chunki bu nimaga bu sinfqalıqı faqat Uyg'ur ayollarla qatnashib qolmasdan boshqa qarindoshlarimiz ham qatnashdi deb mayada bir narsani dedingiz. Chunki bu narsa mening manga bir narsani esimga soldi. Masalan, tunugun bir mushu Amerikalik bizniki Süreyya xanım siz o'zingizmi bilsiz. Mushu Amerikalik bizning qo'shna Jill degan xonim bilan paranglashdik, o'zingiz bilsiz. Shu Jill tunugun ashta degandi. Hey Zübeyre, men sizlarning yoga klassinglarga borgandim. Bir qitim bordim. Ama u boshqacha o yoga klass deb ashunda dedi-chu. Degankin, ha, shundoq. Ama biz Uyg'ur ayollar uchun u bir faqatlam o klass, o cheniqish, u emas, uni boshqa cho'ng, boshqa doiralarni o'z ichiga oladi deb uning bir qurashida tushundim-da. Chunki biz uchun bizning xalqimizda bir ig'ir kunlarni beshinda o'tkazyotidi. U ig'ir kunlarning hammasi vatandagilarga emas, vatan sirtidagilarga ig'ir ta'sir qilyotidi. Bizda bir gap bor, o'tning ichida ko'ygandan teshida ko'ygan yomon deb, teshidagilar biz bekarga hayib ketamiz. Hamma narsalar bizga vositalik shunday ta'sir qilgandiki, shuning bir alohidligi bor deb. Endi savolimiz qaytib kelsak, Nargiz xonim siz uchun, demak, hamma odam bu sinfni bir boshqacha sinflarga o'zgacha bir sinf deb qaraydi ekan. Buning o'zgachiligi nima? Masalan, bu sizlarning hozir darslikning o'sha yoga sinfining yoki yoga klassining odatdagiligi chiniqish darslardan yoki, odatdagi boshqa yoga klassdan chiniqish ashtaxlardan nim farq bor, nim o'zgachiligi bor, nim alohidligi bor. Bizning darsimiz o'ziga hamma darsdan eng yaxshini o'ziga olgandi. Ichida stretching bor, shaping bor, jumping bor, rohatning vaqtini bor, muskul vaqtini bor deb boshqadan o'zgarish ashtaq. Muzika bilan biz besh bilan boshlaymiz, relaks qilib, keyin sahrab, sozib, o'zimizni rohatlab, anglab, qo'lni, putini, yuraklarni, sog'lig'imizni ichidan o'tkazamiz. Keyin o'sha qo'lga, putiga yaxshilik akilmasa shu darslarni. Erkaklar bek ig'ir emasmi, bek yeniq emas. Odamga o'zining kuchligiga darsni o'tadi. Ashtaq darsimiz. Ikkalamiz orasida ko'zlari bilan o'ynaymiz. Ichiga Uyg'urlarniki Uyg'ur usulla kirdi, harakatlar ularning kirdi. U nozuklarini qizlarning ochidi. Nozuk bo'lib, kichkina kulib, eski narsalarni o'ylamay, only o'z tarafni ichidan qilib darsni o'tkazamiz. Boshqacha. Fitness degan boshqa, yoga degan boshqa, bir направление bilan ketadi. Biz 2 soatning ichida beshidan putiga deb vaqtini o'tkazamiz. Ashtaq. Demakki, bu agar bir maxsus bir fitness klass desa, ya'ni sog'lomlik nimasi desa, sog'lomlikni qiladi. Bir yoga klass desa, faqat yogani qiladi. U boshqa. Ammo bizningki butun hammasining birikmasi demoqchisiz, shundaymi? Yogami bor, fitnessmi bor, ya'ni muzikalik tarbiyami bor, o'zini sog'lomlashtirish mashqimi bor, tarbiyasimi bor. Uningdan sirt o'zimizni go'zallashtirish, Uyg'ur usuli, ya'ni Uyg'ur madaniyatining ichiga kirib ketgan, beshimizni faxrg'ichilik, o'zimizni ham fitnessdan, yogadan, ham Uyg'ur usuli, ya'ni Uyg'urlarning usulimi bir tarbiya bundoqcha aytganda, unimi o'z ichiga olgan. Bundoqcha aytgan vaqtda inglizlar bir gap combination of everything deyapti, combination of all. Bunda aytganda siz o'zingiz bir Uyg'ur san'atchi, bir Uyg'ur o'qituvchi, ya'ni Uyg'ur yoga dars beruvchi sifatingizda siz o'zgacha Uyg'urlarga xos, ya'ni Uyg'urlarga muvofiq, Uyg'urlarga yordam beradigan shunday bir narsani yaratdim. Shundaq bir birikma deb da'vatsiz. Shundaymi? Ashta tushunsam to'g'rimi? To'g'ri, degan to'g'ri. Ashtaqla. Chunki bunda bo'lmoq nihoyatda tez. Nima uchun degan vaqtda bundaq bir klassni yoki bunda bir darslikni nima qilish uchun shaxsan mening ancha-muncha o'qituvchilikdan tajribam bor. Chunki bir o'qituvchi bo'lish uchunmi, bir programmani maxsus nima qilish uchun nurg'un narsani bilish kerak. Masalan, siz albatta men bu san'at sohasida bakmi yo'q.
Siz bir san'atchi bo'lshingiz bilan bu san'atni qanday qilib biz o'zimizningki ruhiy sog'lomligiga yoki bizga foydali bo'lgan, bu Uyg'ur ayollari foydali bo'lgan bundaq bir narsani o'z oldingizga bunday yaratib chiqish, nima qilish bu bir cho'ng ish. Ham shunda bir ma'nilik bir ish. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Xudoyim sizga texmi kuch-quvvat bersin. Texmi bir yaxshi programmalar bo'lar inshaalloh. Ko'pdan ko'p rahmat bu nimangizga. Endi dal biz demakki sizning bu qilayotgan sinfingiz ko'p taraflama. Birla narsa emas. Kelganlar yogaga kelmaydi, hamma narsaga keldi, biroqlam. Hamma tarafdan, garchi 2 soat vaqtning ichida nayta bir umumyuzlik, keng doirani o'z ichiga olgan bir chiniqish, ham ruhiy sog'lomlik, ham boshqa sog'lomlik, ham jismoniy sog'lomlik, ham ijtimoiy bog'lanish degandek hamma narsa bor deb bir shunda bir umumyuzlikni dedingizda endi bu yerda. Dal mana shunday ichida Surayya xonim mening bunaqa savolim. Siz bu shundaq bir umumyuzlik keng doirani o'z ichiga olgan bu yoga darsi, yani yoga darsi desakmi hozir endi sal chakilin bo'lib qoladigan bo'ldi, chunki buning doirasi keng ekan. Sizga nisbatan aytgan vaqtda endi mushu darslikninki qaysi tarafi siz uchun eng muhim va foydali deb o'ylaysiz? Demak bu bir umumyuzlik dars ekan. Shunda bir darsga qatnashyapmiz. Yoga demayli endi bundan keyin. Rahmat, rahmat, men boshda shuni demoqchi edim. Endi bu yerda yoga darsininki psixik tarafga bizning ro'yxatimizni kuchlantirish degan tema ashtaq yozilgani bilan amaliyotda bu yoga rasmiy yoga darsi emas. Uni deyishni to'g'ri, abayqi degan gapimiz. Bu mujassamlangan hamma narsa. Masalan, chiniqishmi bor, muzikami bor, unga ig'irlik, hatto ba'zi vaqtda biz ig'irliklarni ko'tarib, shu orqali hamma tarafning badanning hamma taraflarini harakatlantiramiz. Undan keyin buning yana bir aloyligi bo'libmi kompyuterda ishlagan xonimlar uchun. Har kuni 8 soat, 9 soat kompyuterning oldida o'tirgan vaqtida buning menga eng foydali tekkan yeri shu bo'yin harakati. Şu baş, boyun, kulak, şu ineklerden tartıp hareketlendi. İğiz boşluğumuzdan tartıp hareketlendirdi de. Bu narsa indayin adamga rahatlık berişlayken biz odatda naydi aldırap yürümüz, onu minişlerimiz jıqılgan bilen, lekin bu yüzümüzden kulaktan tartıp baş, ahırı boyun, mürlegiçe hareketini ayırım oturup kılmayımız. Bu dersga kelgan chaqda boshda da boshlaydiganimiz shu bo'yin, bosh, nima, ig'iz, bo'shligi, ig'izlarning qanday harakatlandigini, shu bellarimizdan tortib hammani shu harakatga keltirganda odamningki shu muskullari bo'shaydi ekan. Nayta bo'shab, rohatlanadi ekan. Odatda aldirash o'tgan vaqtimizda nayta qotadi ekan-ku. Harakat bo'lmasa. Şundan bo'libmi kompyuterda ishlaganlarning o'tirib teyilib ketadigan bo'yin murillariga shunchalik foyda qildi. U tarafdan biz bilan barobar kelgan kompyuterda ishlaydigan kunlar ayollar dedi, bu bek yaxshi menga bo'libmi buning ashirin deb kelmadi deb deganlar bor. Shuning uchun menga nisbatan shu o'xshash. Shundaq ham bo'yin harakati, ham ig'izning, ko'zning, boshning degandek. Uningdan keyin eng oxirgi yana bir harakat bor. Uni men doim Nargizadan so'rab ketman, ashni yana qilayli deb. Mushtaq ulug' tinib, tiniqimiz ichimizga kirib, undan keyin chiqarish. Bu narsa bek muhim ekan hayot uchun. Deb uningdan keyin qo'yib berib, eng aqsda undan keyin ko'krak bo'shliqlarini bir xil qitib kirishib ketgan bo'shliqlarni boshqa vaqtida intayin rohatlangan muzika bilan tang ko'zimizni yumib turib. Hatta Nargizaning bir ma'lum bir chiroy yaxshi puroqliq bir nimalari bor, attirlari bor. Shuni burunlarimizga surkab qo'ysa, u texim odamni intayin rohatlantirdi. Shuning uchun men bu sinfning qadrini intayin bilaman, ham boshqalarga tavsiya qilaman. Bu harakatlar bizga foydali. Albatta bizning boshqa ishlarimiz bor, boshqa harakatlar bor. Masalan, bizdagi Uyg'ur musulmon bo'lganlar ba'zilar deydi darslarda namoz o'qisimi shu namoz o'qishdimi harakat bo'lgan bilan mana uning qo'shimchasi texmi yaxshi bo'ldi ekan menda qilsaq deb uni bir tavsiya qilgim keldi. Shu rahmat.
Köp rahmat Süreyya xanım. Demakki endi bu yerda sizning endi sizga nisbatan bak yaxshi tuyulgan tarbiya, ya'ni bu boshqa tantarbiya darslari yoki boshqa birlardan farqli sizga alohida nima qildig'ini, har bir siz ehtiyoj bo'lgan cheniqishlarni yoki siz ehtiyoj bo'lgan harakatlarni o'sha yerda qilish imkonining borligi ekan. Men shunday tushundim. Ha. Masalan, bo'libmi siz dedingiz endi haqiqatan to'g'rida siz kompyuterda o'tirgan odam bir o'rtasi o'zining necha soat o'tirganini xudini bilmay ketadi. Chunki ish oshtaq hamda o'tirib ketgan vaqtda o'zingizni unutib qolsiz. Masalan, bu yo'llarimizning harakati deymiz, u deymiz, bu deymiz degandek. Demakki bizga Nargiza xonim o'zining sinfida ana shularning hammani birdan hey mananga diqqat qilinglar degandek bizga shunday bir rasmiy bir darsni berishi, bizga o'rgatishi, uni naytiliqi bir yiqimlilik bilan, nayti kuyimchanliklar bilan. Masalan, menimcha undaq odatdagi fitness, o yoga klasslar kirsa unda bir chiroyli, undaq puraqli, xushpuraqli narsalarni aklib, go'zal musiqalarni, ya'ni biz yaxshi ko'radigan musiqalar bilan undaq qilmasligi mumkin. Demakki bu biri shu klassning, shu sinfning qanchalik bir alohida birligini, farqliligi. Yana birisi Nargiza xonimning bir kasbiy o'qituvchi sifati bilan bizning ehtiyojimizni tushunganlik ekan. Men shuni his qildim. Qatnashuvchi Süreyya xonim sizning so'zingizdan ham Nargizaning nimasidan. Bu haqiqatan bizga nayt bir foydali bir narsani berdi ekan. Men shunday his qildim. Demakki biz shu Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusi degan shu organning maqsadimiz shu. Biz kimga, biz qanday qilib shundaq yerlarimizni, ya'ni shundaq resurslarimizni, ya'ni bizningki manbalarimizni boshqa xalqimizga tanishtira olamiz. Boshqa ayollarga bildira olamiz. Har bir xalqimizning qanday qilib shundan foydalansin, foyda olsin degan shu maqsadda shunday suhbatlarni o'tkazamiz. Sizlarga bak ko'pdan ko'p rahmat. Endi budaq savolim yana Nargiz xonim siz uchun nayt suhbat yaxshi miyotidi. Menimcha bu vaqtda mencha bu nayt foydali ko'pchilikka menimcha ko'rilmanlarmi bundan cho'qim bir o'ziga tushliq bir foyda oladi deb qarayman. Endi siz bir o'qituvchi sifatingiz bilan Nargiza xonim, siz o'zingizning o'quvchilarda qandaq o'zgarish yoki mundaq ya'ni qandaq bir xil o'zgarishlarni ko'rsiz-da? Masalan, o'zingiz siz degan xeyli oldi bu klassni boshlig'ini hozir deyishingizcha bir yildan ish bo'ldi. Mushu jarayonda albatta biladi bu o'qituvchi bo'lgan odam o'zgarishlarni tez his qila oladi-da. Qanday o'zgarishlarni ko'rsiz masalan? Nima sizni xush qiladi? Nimadan faxrlanasiz yoki o'zingiz ham darslarimni bunda o'zgarsam yoki bunda qilsam bo'ldi degan bir sizga shunaqa madadlarni, ilhomlarni beramdi. Shuni bir anglab baqsak. Rahmat. Rahmat. Men bek xushal bu qalma ular aldirab usul darsga kelsa. Shuni men ko'ryapman. Vaqtin qarab chaqan kelib, pat kelsa, men bek xushal bu qalma. Ashtaq o'quvchilar jiq. Ularga yoqdi, ko'ryapman. Ularning chiroyligi boshqa tarafdan ko'rinyapman. Ular уже ko'z ochiq bilan ish taraf qo'ygan yangi kunindek boshlanamiz ashtaq darsni. Keyin ketganda ularmi xushal bo'lib, bir-birisi bilan bo'lishib, vaqtini chiroyli уже vaqtini o'tkazgan uchun xushal bo'lib qoldi. Men shuni ko'ryapman. Ular yurish уже boshqacha. Ular pat deymi, o'zimmi chiroyli ko'rsatish, o'zinglarni o'rganinglar deb turma. Bir yilning ichida shuni ko'rdim. Ko'pdan ko'p Nargiza xonim, endi men mushu suhbatlar, ya'ni sizlar o'tirib qo'ygan nimalardan boshqa shaxsan men o'zim garchi nayti qisqa ishga dars qatnashgan bo'lsam, uningdan sirt mushu dars qatnashayotgan boshqa vatandoshlar, qarindoshlar bilan suhbatlarni olib bormanda. Masalan, mening bir boshqa qarindoshlarning deyishicha, bu darslik faqat sizlar bayatdan o'zinglar o'tirib qo'ygandek, mulohaza qilgandek, ashtaq bir jismoniy harakat qilish yoki o'zimizning ruhiy tarafdan ruhiy sog'lomligimizni yordam qiladigan ashtaq musiqalik tantarbiyadan qilishni bo'lib qolmasdan, bu bir ijtimoiy yig'ilgan o'rin, ayollar uchun bir ijtimoiy yig'ilish o'rnidagmi ashtaq rol o'ynaydi ekan, mening bilishimcha. Masalan, Süreyya xonim o'tirib qo'ydi. Masalan, yaxshi puraqliq atirlarni qilgan kun rohatlanib, mumkin u yerdan bir rohatlangandan keyin o'zaro bir-birisi bilan bundaq
baribir suhbatlarni ilib berish masalaniki. Bo'pmi ayollar, onalar, qizlar degandek voy qandaq sening kuning qandaq o'tdi bugun? Balalaringning ahvoli qandaq? Balang maktabda qanday nima ish qilyotidi? U nima ish qilyotidi? Falon bir ishni qilman deyotding, u qandaq bir-birisidan hayotining haqida bir-birisiga so'rashtirib, bir-birisiga fikr almashtirib, bir-birisidan tajriba almashtirib degandek ashta ahvollar bo'ldi ekan. Siz mushtarlarga shohid bo'ldingiz. Buning har ikkilaringdan qaysinglar javob bersanglar mayli. Qani Suraya xonim, marhamat. Men bu darsga qatnashgandan keyin endi birinchisi o'zimda shundoq yaxshi bir ruhiy holatning paydo bo'lganini uqdim. Chunki shu Nargiza shu darsga kelolsamlar vaqtimni chiqarib amal qilib kelishga tirishaman, kelamasam nihoyatda afsuslanaman. Darsga kelib boshda nihoyatda oldirash, yerib kelgan bilan chiqib ketgan vaqtida o'zimni intan xushal, yenik, yaxshi his qilman. Bo'libmi Nargizadek bir xonim o'zi bir artist bo'lg'achqa mumkin mushu bizga o'rgatgan shakllarimi nihoyatda nafis, nihoyatda esilda. Men hatto Nargizaniki shu shakllarni ko'rib, bizga o'rgatgan shakllarni, shu skillarni, ya'ni harakatlarni ko'rib, intayin huzurlaman, intayin yaxshi, undan bir mushu ishga tug'ilgandek his qilman. Uni ko'rib, uningki bu qizga o'zimning hurmati oshidi. Yana birisi, ondan keyin biz shu kelganlar hozir do'stdak bo'lib qoldik hammamiz, bir kunlik, bir haftalik ishlarimizni so'zlashib, deb, millatning ishlarining, vatanning ishlarining, siyosatlardan, turmushlardan so'zlashib, o'zimiz ham bahramimiz, o'zimizning hayotidagi bo'layotgan voqealar. U texmi odamni so'zlash bir psixologiyaga, masalan, bir konsulga borsaqmi, ularga pul aldı. Mesela berip onun halimizni dep yani bir qısaq. Ameliyatı bu hammaning rolini o'tayotgan. Muştaq yerda o'zimizninki hissiyatlarni diyaleydigan bir yer. Ayollar bilan tanışımız, yeni ayollar bilan tanışımız. Şunun için bu bek adamga foydali bo'ldi. Yana birisi endi shu Nargiza, mush Qozog'istondan kelgan bir Uyg'ur bo'lish sifati bilan bizning vatandan kelgan, vatandan boshqa davlatlardan kelgan Uyg'urlarni o'tirsida bir o'tkinchi birlashtiradigan bir rol o'ynadi bu qiz. Bu narsami bizning community jamoat uchun intan bir foydali. Mushu orqali biz bu shu Nargizaga munosabatlik boshqa Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekistondan kelgan xonim qizlar bilan tanishdik. Ular bilan munosabat qildigan bo'ldik. Shuning uchun bu dars men uchun intayin muhim, hem nihoyatda istiqboli bor, hem kishilarga ruhiy jihatdanmi bir nima malham bo'ladigan bir yaxshi dars deb qarayman. Rahmat. Ko'p rahmat. Dal shu mening shu o'ylig'inim shuda, chunki bu faqatla jismoniy bir tantarbiya, muzikalik bir huzur elish va yoki ruhiy tarafdan harakat orqali bir madad elish emas, amaliyat qanday ijtimoiy aloqa, ya'ni o'zaro suhbatlashish, dard to'kish deymizda, masalan, to'g'ri deysiz Suraya xonim, biz masalan kanslarga borsaqmi, ya'ni ruhiy maslahatchilarga borsaqmi, doktorlar deb qo'yamiz. Doktor desak, chaqnaymi, bunday vaqtda ruhiy tarafdan sog'lomlik yordam berib, berguvchilarga desakmi, pul berib anglaydik. Ammo u yerda bunday aytganda biz o'zimiz bir-birimizni davolaymiz degan gap. Ya'ni chunki dardlarimiz o'rtaq bo'lganligi uchun, qildigan so'zlarimiz o'rtaq bo'lganligi uchun, qatqa ishlarimiz o'rtaq bo'lganligi uchun, kelgan yurtimiz, vatanimizning ahvoli hamma narsa o'xshash bo'lganligi uchun, u yerda ashtaq bir o'zimiz davolaydigan bir sorun debmi shundaq shu tushuncha kelsa, bu nihoyat bir yaxshi ish. Uningdan sirt bizning dunyoning hamma yeri taraq ketgan shu musofir Uyg'urlarning hayotini bu yerda bog'lash degan bu nihoyat cho'ng gap. Masalan, garchi biz uzun yillardan beri shu Xitoyning tajovuzchilik tufaylidan Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar taraf-tarafga chechilib ketgan. Uning ichida eng chechilganlar O'rta Osiyodikilar. Ular 50-yillardan, ya'ni Xitoy bizning vatanga besib kirgan vaqtdan beri O'rta Osiyo taraf, ya'ni G'arbiy Turkistonga qichish tufaylidan bizdan ayrilib ketgan. Demak, Nargizadek shu O'rta Osiyo tug'ilib o'sgan bir avlodimizningki hozirgi kelganda yanada o'xshash bir Sharqiy Turkiston, bir Uyg'ur vatanininki bir avlodi sifatida bizga ashta bir ko'rgulik, ya'ni bizning qalbimizning yanilan tutashligi. Mayli biz G'arbiy Turkiston yashayli, Sharqiy Turkiston yashayli,
bizde bir o'rtaq narsaning bo'lganligi. Mayli biz asrlar, yillar beri yaşaylı, bir-birimizni his qila oladiganligimiz, bir-birimizni tuya oladiganligimiz mana shunday bir narsanimi bu yerda o'tirib qo'yganligi bu bir ajoyib cho'ng ish. Demak, bu ruhiy bog'lanish bizniki. Bizga ruhiy bog'lanish, ruhiy madad, ham bir-birimizga yordam qilish degandek ajoyib bir cho'ng narsa. Bu naytı bir ko'p yaxshi narsa bo'ldi. Bilmayman, Nargiza, sizning boshqacha fikringiz bormi bu haqda masalanga? Shu Men qo'shilma rahmat deganga og'izdim ilib so'zlayapsizlar. Rahmat, mening shu uyum, shu badan ruhiy saqlash uchun bir-birisi bilan tanishib, aralashib, ön bo'lib, shuni balla ko'sa, bizdan kichik vaqtidan o'ziga salsa, o'zini yaxshi ko'rish kerak, millatni yaxshi ko'rish kerak, ig'irchilikni yenikchilikka aylandirish kerak, bir-birisiga ziyon qilmash kerak, xo'shalik izlash kerak. Eskilik amiyati bor. 7 yoshdan 99 yoshgacha qatnashqa bo'laverdi ayol qiz bo'lsinmi. Bir-birisi qatnashib, bir-birisi bilan rohatni izlab, bo'lishib, vaqtni o'tkazib olsak, cho'ng sababi bor, muhimlik bo'ldi. O'zimizni bugun kuniga, bugun 120 yoshgacha yosh bo'lsak, o'zimizga yaxshi, balog'immi yaxshi, millatimmi yaxshi bo'ldi. Ashtaq ishlar o'zimizniki aymay vaqtni kichkina yaxshi ko'rib, ko'ngildan ilib, ig'irchilikni jiroq tutib, eng yaxshi narsalarni o'zimizga tatib, bir-birsini ashtaq odamlarni tepib, bo'lishib, o'qayli degandim. Ashtaq durust deyman bu dunyoda. Demek ki hem de bizning bu yerda bir narsa sizning gapingizdan tushunganim meniki bizdek bir millatning avlodga yashash uchun sog'lomlikda yaxshi bo'lish kerak degan bir narsani da'vatsiz deb tushundim. Ya'ni masalan bir inson 120 yoshgacha yashasa, o'zi uchun emas, o'zining avlodi uchun, kelgusi uchun, xalqi uchun, vatani uchun, tarixi uchun, istiqboli uchun foydasi tegadi deydi, agar sog'lom yashasa deb shunday bir narsani da'vatida deb tushundim sizning gapingizdan. Ruscha gap qiling agar bakni. Ruscha bilmayman, manda qarsam ruschadan tarjima qilib gap qilsin. Oruscha yaxshi so'zlaymiz, biroq uyg'urcha yaxshi ko'ramiz. Shunday yaxshi gapirlandim, oson emas, lekin kechirtinglar, jiq narsamni durust demaganga uchun. Durust demadingiz, shunday yaxshi da'vatsiz men 100% tushundim sizning men da'vatingizni. Menimcha albatta ko'rarmanlar hammasini shunday yaxshi tushunyapti. Bu bir cho'ng ish. Xo'sh, endi programmamizning oxiriga oz qilyapmiz. Bir 10 minutdak vaqt qoldi. Shuning uchun men sizlardan oxirgi bir savolni so'rayman. Albatta o'zingizlarning boshqa qo'shimcha so'zlaydigan gaplaringlar, fikrlaringlar bo'lsa, albatta bu so'rin bugun sizlarningki. Chunki biz shu sizlarni bo'lgan suhbat orqali xalqimizga yordam berishimiz asosli bizning niyatimiz. Shunda bo'lganligi uchun har qachon sizlarga sahna ochiq. Shundaqmi men endi hozir bir demoqchiman-da, endi vaqt o'tib ketkichilik sizlarning fikringlarni olay. Sizlar shu Uyg'ur ayollarga qanday tavsiyalarni bersizlar? Qanday maslahatlaringlar bor masalanga? Mayli yashash tarafda, mayli ruhiy sog'lomlik, hissiy sog'lomlik, jismoniy sog'lomlik tarafdan bo'lsin yoki ijtimoiy sog'lomlik tarafdan bo'lsin. Hozirgi shundaq bir vaqtda xalqimizga, bizning o'zimizning xalqimiz, vatanimiz, kelgusimizga yordam qilish uchun biz o'zimiz qandaq bir holatda yoki qandaq bir salohiyatda tursak biz uchun yaxshi. Sizlar biz shu ruhiy sog'lomlik masalasidan fikr qilayotgan ekanmiz. Shu tarafni bir chiqish qilib, o'zingizlarning bir fikrini berib baqsanglar bu ishkilinglarga. Qaysinglar başlamangsanglar mayli. Süreyya xanım, so'raysiz. Mening demoqchi o'g'lim, biz shu jamoatimiz shu yurt ishida, vatanda emas, urug' tuqqanlarimiz bilan ko'rishamaymiz, u yerga boramaymiz. U yerlardagi dardlarni hammani ichimizga sig'diryapmiz, mushtaq yashayapmiz, ammo biz bundaq yashayversak, bizmi
nervi jihatdan, ruhiy jihatdan, ham sog'lomlik jihatdan intayin nachar ahvolga tushib qolamiz. Mushundaq ahvol ostida biz o'zimizni qanday qilib tutishimiz, sog'lom ham ruhiy jihatdan sog'lom bo'lib, kelgusi avlodlarga bir ulgu bo'lib, ularni tarbiyalash uchun shu sog'lom hayot, sog'lom badan bo'lmaydi. Albatta, men mushu bizningki mushu bugungi eventninki bugungi shu suhbatninki to'g'ri chiqqanda bir to'g'rilarga selingan vaqtida shundoq ko'rdim. Ba'zilar dediki, men shu gapni anglab ko'nglim sal yerim bo'ldi. Mushu bu namoz o'qigan, pul berib namoz o'qigan texmi foydali deb boshda debdi. Uni qo'llaganlar shunday chiqibdi ziyonlarning ichidan. Amaliyotda mening deganim albatta namoz o'qish bu bizningki o'zimizga bo'lgan farzimiz, Alloh bilan bo'lgan o'tirdagi ishimiz. Biz uni albatta o'shundoq o'qiymiz, ammo uning bilan emas, yana yangicha sog'lomlik darslarini elishimiz, o'zimizni ruhiy jihatdan qanday qilsak texmi yana yaxshi qila olamiz deydigan narsani o'ylashimiz xato emas. Uni shundoq degim bor. Shuning uchun biz tik turish uchun kelgusi avlodlarga darslarimizni yaxshi berib, ularga o'zimizning kimligini, madaniyatini ham buningdan qanday yashash ekanligini bildirish uchun har turli tantarbiyaga oid taraflardami ayollar o'zimizni chiniqtirishimiz kerak. Bo'libmi mushu Nargizaning o'tayotgan darsi bu hamma tarafdan birlashgan bir dars bo'lganligi uchun men mening do'stlarimni, qarindoshlarimizni, jamoatninki ayollarni, ziyoli xonim qizlarning kelib qatnashishini, darslarni o'qishini, bu to'g'riliq o'zlarininki ko'z qarashini o'tirib qo'yishini umid qilaman, ham keng tavsiya qilaman. Rahmat. Men qo'shilman. Qani, siz Nargiza, sizning bir o'zingizning ta'siringiz, siz bir o'qituvchi sifatingiz bilan bo'pmi? Men qo'shilman, Suriyada degan so'zlarga qo'shilman. Bir-birlarni biz qo'llasak, yordamchi bo'lsak, mayli namoz o'qayli savob uchun, ko'ngil uchun dars qilayli, bishimiz uchun o'yimiz oq, pok o'yimizga yaxshi narsalarni tatayli bir o'zimizga deb o'ylayman-da. Shu darsga kelish kerak, o'zimizga salomatchilik uchun, ruhiy uchun, bo'lganға uchun shu vaqtini tepib kelish kerak, bir-birimizga aloqalab bo'lishish kerak, yaxshi narsalarni jiqaroq bo'lsa, bek foydajiq bo'ldi. Ko'p rahmat Surayya xonim, Nargiza xonim, menimcha bir yaxshi narsani o'tirib qo'ydinglar bu yerda. Albatta bizningki diniy e'tiqodimiz namoz o'qish, mayli ro'za tutish, Qur'on o'qish va yoki boshqa taraflardagi bizning e'tiqodiy narsamiz bo'lsin, bu nihoyatda foydali. Bizning ruhiy tarafdan sog'lom turishimizga albatta bundan hech shubha yo'q. Chunki bugungi shu suhbatning beshida deb o'tgandek, shu Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusi shu organ bu haqda suhbatlarni olib borgan burun. Agar ko'rilmanlarningki vaqti bo'lsa, to'rbat nima qilsa bo'ldi, shu mana hozir ekrandan balkim ko'ryapsizlar, shu Uyg'ur Wellness Initiative.com deb nemasi bor bu yerda. To'rbatniki adresi ham shunday telefon nomeri bor. Shuningga doir nurg'unlagan suhbatlarni o'tkazdik burunchi. Shulardan ko'rib chiqish bo'ldi. Albatta biz Uyg'urlar musulmon. Biz bir e'tiqodli bir millat. Albatta mushu e'tiqodimiz, ya'ni musulmonligimiz bizning e'tiqodimiz bo'lganlikqa biz mushu kunga qadar o'zimiz sarong o'qamay, birni bo'lib qolmasdan biz mushunchalik yashab keldik. O'zimiz ruhiy tarafdan o'zimizni tutib keldik. Albatta uningdan sirt bu yoga klass mayli qanday tantarbiya narsa bo'lsa, buni hamma odam bilib bilmay qiladigan ishlar amaliyotda ham qilishi zarur bo'lgan. Chunki siz bir kasbiy o'qituvchi sifatida bu haqda o'tirib qo'ydingiz, Nargiza. Surayya xonim shaxsan mana shu sinfga qatnashayotgan bir aktiv o'quvchi sifatida, ya'ni 1 yildan ortiq vaqt o'zida bo'lgan foydalar, ya'ni o'zi ko'rgan foydasiga asosan xalqimizga shunday bir yaxshi narsalarni tavsiya qildi. Demakki, hamma narsa foydali. Biz Uyg'urlar o'zimizniki ruhiyatini saqlab qolish uchun, o'zimizniki jasoratini saqlab qolish uchun, ya'ni
o'zimizniki xalqimiz, vatanimiz uchun kurash qilish, kuch-quvvatimizni to'plab turish uchun, oson bosh egmaslik uchun har narsa kerak. Nima lozim bo'lsa, nima foydali bo'lsa biz uchun albatta shularni qilishimiz kerak deb qarayman. Men bunga qo'shilman. Bu hargiz yoga qilgan bilan hech kim namoz o'qimaydi, namozni tashlab qo'ydi deganlik emas. Namozga hech kim taqashmaydi. Agar har inson namoz o'qiyman desa, u shak shubhasizki o'qiydigan vaqt chiqirdi, ammo bu bir-birisi bilan undaq bir-birisiga qarshi bo'lib qolmaydi deb qarayman. Albatta xonim qizlar 2 soat vaqtni chiqirib bu har kuni emas-ku, bir haftada qancha kun? Ha, bir Ishki qidim haftada ishki qidim. haftada 2 qitim. Demak, butun bir haftami emas degan gapni 4 soat degan gap. Bir haftada 4 soat degan gapda. Bir haftada 4 soat. 24 soatning ichida haftada 2 soat o'zinglar vaqt bilsanglar yaxshi. 4 soat yaxshi. Asli bo'lsa, texi har kuni qilsak deb o'ylayman men. Mana. Demak, ham shunchalik qisqa vaqt, endi bu yerda demoqchi bo'lganimiz, mani qilganning o'rniga, mani qilganning o'rniga mani qilinglar deb dakatkidak darajada u qadar Emas. bir-birisiga zid emasda, ya'ni bir-birisiga zid emas, yana bir tarafdan chiqib Bir-birini to'liqlaydi. qandayli bo'lmasin, bizga, ya'ni xalqimizga bo'pmi, bizning Uyg'ur ayollarimizga, chunki Uyg'ur ayollarining yuki eng og'ir. Shunda bo'lganligi uchun shunda bir o'ziga vaqt chiqish, ya'ni o'zini asrashi, mana shularning o'zi nihoyatda bir muhim deb qarayman. Shunda bo'lganligi uchun agar yana shu vaqtda boshqalar qo'shimcha so'zlaydigan, yana qo'shimcha deydigan fikrlaringiz bo'lsa, sahna sizlarning, bizning yana 3 minut vaqtimiz bor. Qani marhamat, yana qo'shimcha. Nargiz, bo'pmi sizningki? Masalan, o'zingizning O'rta Osiyo tajribangiz, masalan, bizning O'rta Osiyodagi xalqimizning qanday Bizning rahmat. Men sizlar bo'lamda kelinglar, qatnashinglar. Kim bo'lmasa ayol kishi, qizmi, mo'minlar bo'lsa-mu kelaveringlar. Amiski foydali akildi shu darslar. Uyg'urlarga bek muhim. Uyg'ur ig'irchilikni ko'rganlar bek muhim, kelinglar. Yenikchilikni olsizlar, xotirjamlikni olsizlar. Kichkina vaqtini bo'lib so'zlab, ashtaq yaxshi vaqtini o'tkazinglar. Kelinglar, men bek xushal bo'lman. Rahmat kelgan qizlarga. Men ularni bek tsiniyorum. Men xushal bor. Shu dars bor uchun men bek xushal, ishlarim kun yangi kundek boshlandi. Kelinglar. Rahmat. Rahmat. Siraya xonim, sizning yana qo'shimcha deydigan bo'pmi xalqimizga, bo'pmi shu Uyg'ur ayollarimizga? Uyg'ur ayollari shu mening deydig'ini menda man Nargiza mandala chiqib qolgan bir odatda mushtaq yoga klass qilma debla emas, bu qiz haqiqatan kasb egisi. Uni kelgandan keyin ko'rsizlar, qayerlarni harakatdan desa qayerlarga foyda bo'ldi, qaysi harakatni qilsa qaysi yerga foyda qildi degan narsalarni intayin nazariya jihatdan yaxshi biladi. Shuning uchun ming so'zlagandan bir ko'rgan a'lo deb hammasi qatnashib kelib o'zining beshidan o'tkazsin, undan keyin ko'rsin, undan keyin so'zlasin. Shuni degan bor, hammanglarni qarshi olamiz degan demoqchi. Ko'pdan ko'p rahmat xonim qizlar. Bo'libmi? Siraya xonim, Nargiza xonim, sizning ishlaringiz bek o'ngishli bo'lsin, chunki bu bir foydali ish. Bu shu Uyg'ur xonim qizlarning shundaq bir vatanimizda qirg'inchilik bo'layotgan shundaq kunlarda nurg'un xalqimiz azob ichida hozir. Shunda bo'lg'ashqa shundaq bir xalqimizning ruhiy sog'lomligidan yordam qilamiz degan niyatda shunchalik bir faoliyatlarni qilayotganinglar, o'tirg'i chiqqanligingiz uchun, qatnashuvchilarimiz, aktiv qatnashuvchilarimiz bo'lganligi, sizdek bir o'qituvchimiz bo'lganligi uchun biz nihoyatda faxrlik his qilamiz. Shuningga o'xshaydigan har qanday tarafdan biz o'z xalqimizning sog'lomligi, jasoratini qo'g'daydigan har qanday faoliyatlar uchun shu Uyg'ur ruhiy sog'lomlik tashabbusi organi biz chin yuragimizdan qo'llaymiz, har qachon qo'llab turamiz. Shuning uchun ko'pchilikningki, ya'ni hozir ekran oldida o'tirgan barliq ko'rarmanlarning bu haqda, ya'ni shu Uyg'ur ruhiy sog'lomligini qo'g'dash haqida qanday bir fikrlari va o'ylari va nimaga ehtiyoji bor deganlarni har qachon bizga bildirsa, biz xo'sh bo'lamiz, qo'limizdan kelgancha yordam qilishga tayyor. Hozir men ekrandan chiqib
turgandek aloqa telefon nomeri hem shundaqla mana tor adresi meyada turibdi ekranda. Qarasang uyg'urwellnessinitiative.com. Onun telefon nomeri 571 352 07 08. Mushu orqali har doim biz bilan yaqindan yordamda, ya'ni yaqindan birlikda xizmat qilishda bo'lishinglarni umid qilamiz. Ko'ringanlarga muhtaram bugungi mushu muloyiza qatnashuvchi Surayya xonim, Nargiza xonim, sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi programmamiz nishada oxirlashdi. Rahmat. Rahmat. Sizlarga rahmat. Ruhiy sog'lomlik idorasining shunday ishlarni tashkilligini uchun intayin rahmat aytamiz.